Bizi berip kellerse dada. Bak, Bak. benim. Berip kelel dada. Bak. Dada, bak hoş emse biz mandık. Ha, çın oldu ha. Ma'qul dada. Bekroqni nima qilyapsizlar? Bu haqni to'qsiz tutmayib qoldi ekan. Ağzını yum. Madem Dur kasılda hemen. Tohunu kaçırıyorsun bak ha. Keşti var mı? Tuh korduk yese tuha. Uy, haqni to'qsiz tutma. Kızık yapırken. Hey, bizden bu bir maç tohu jutuk ettik ha. Hem de yap oldu ha. Kim sürüştük da ne? Tayin yo'q gap qilmanglar. İşte pulim qo'shni alsin nima deydi? Az gitler. Hadi boldu obdan boldu evde. Mazak mı Ondan bo'ldi haqni to'qsiz tutaman degandikan. Qo'polmanglar. İşte tayin yo'q ishni qildik. Bana ala. Biz sıkımız düşmüge okşaydı ha bundan bunu. Qasımcan, Ha? bu yil shal bak o'xshida. Əcir qıldık emasmi xotin? Ya deganga qanchalik əcir qilsak, shunchalik hosil beradi. Rost. A burun o'g'a bilan necha kun o'rib. Hozir kombayn bilan ayt o'tdik, bizdan da o'rab pulimiz. Tova, taraqqiyot degan ajab pul ekan-a. Men turibla ash o'g'a bilan shal o'rg'a vaqtlarni eslab qolaman. İkimiz bir sol yerib ishlab ketadigan bo'lsak, og'annim sezmay qoldik degina, ha? Rost. Bir kunda necha mo'yan o'rab puldiq. Esingda da ikkimiz ashu shal o'mis vaqtida tanishib, muhabbatlashgan-ku, ha? Qilin davatgan gapini. Nima muhabbat degan? Qayrg'anida xijilmi bo'lmaydi. Nima deganing bu? Muhabbat degan odam o'lguchi yurgidan o'chmaydi, juma. Muhabbat deganning qara. Bo'ldi, aldirib qarab beydisizlar. Yana daraq solmayli yana. Mushkoni muhabbatni ko'shab, meni miyib qo'ymasli yana. Nega bana qaraysiz? Voy, nima bo'ldi? Qopoqlarni sangaltayga o'tirib ketibdi-ku. Etizga billa barayli desem Kasımca unumedi. Öyle oturup adamın iç pişip giderken xoton. Qasımjondan degan to'g'ri. Sizlar etizere qildi so'rilib yursiz, men haqlinim deydi. Hemen bu gapni deyishdikansan. Men etizlik verip aynıp gelsem nim boptu? Sizlar unda deganlar o'lay, men haq unda demaydi ekan. Qodiraqin uyda jim yotmay etizere qildi yuribdi, bolaning oshiga o'rlashibdi deydi ekan. Shu gapni anglag'ildirvami? Assalomu alaykum Qadranka. Voy, va alaykum assalom. Takror. Gel otur. Allah ekber. Men choy Amine Khan. Bo'ldi. Amine qacha bo'ldi, avaromislar. Men Qadranka bilan birdan bir mungdishib chiqay deb kirdim. Jiq o'tamayman. Men xo'shni olgandikin edim. Sen seg'inib qoldikin emasmi? Bo'ldi, avaromislar. Qadranka? Qasımcan ko'rinmaydi-ku. Bayatın etizlik gitti. İnşallah pişip kaptı o. O kızı etmesi bulmaydı. Shundoq. İnşallah pishib qoldi. Qasımcanning hamda mo'llusul oldigan vaqt keldi, Qadranka. Bekrakvan. Ha? Xotningni ekilib olib, yaxshi chiqibdi. Xotin kishi yo'q, öy bo'lamdi. Qadranka, ash xotinni men ekilib olamdimi? O'zi kelyapti. U xotinni vaqo 1000 yil ko'rmasam-mi? Hozir ko'rgandek mush qanayg'ish to'yoqliq deysizlar. O yuzini daptar qilib kelyapti emasmi? Undaq dema, Bekrakvan.
Seni çıkan yakış yokan. Şunca yıllardan beri eğrığını kötüydü bu. Qadiranka, sizlar tushunmaydiganlar deyman. Bu xotin ish deganning bor-ku, ming yangi yilisi bor ekan deyman. Nima ish qilma xotin olgandima deb o'zimni bir mush tastaklab ketdim. Deganmi, nima ish qilsaning yollarga kirganini bilaman. Dal mush xotinning xapligi deyman. Ya neymiş ulaştın la? Nim bulatdiq? A saran xotin mang bir much olvangsayliq selvetdi. Pul yo'q desam, onamning uyga ketibman deb turib oldi. Shuning bilan yana sizlarni yaqin ko'rib Qadiranka, oldinlarga kirdim. Bu do'qetim ketib qolsa, kelmaydigandek qildi Qadiranka. Bekrakı. Tehili. Ming yıl köymüşem hazır köygendek davatdan. Endi nima bo'ldi? Qiziq gap qilganlar Qadiranka. Gap degan shunda bo'lmam deyman. Hozir xotin haq deganni olimi deb oldiga ishvama. Qire bir xotinni olimi desakmi og'o, 20-30 ming ko'p pul ketgan. Shunga Qadiranka, mush xotinni og'o, aldapsizlar bir xotin qilaymi deyman. Sen xotin emasmi og'o? Endi bilan deb ketdim Bekrakı. Qiziq kelsa, mendan pul so'rash uchun o'tin haqni birdam o'ri qilmanga, birdam jins hayotini aylantirib o'tding, ha? Ya Hazrat Qadiranka, bak aqlli odam jumosizlar. Adamning ichidagini bir damda bilib ollar, Bekrakı. ha? Men senden bir sual so'rab bakay. Ha. Mendan qancha pul qarz olding? Aldıkay neyse alırsak bir 2000 koydun aşırı deyme ha? Ey Bekrakı, ey Bekrakı. Senin muşundaq yerlerin bulmay. Kolum koşundarçılıkta alık belki işe, ötün yerim işe bop durdu Bekrakı. Bunun da ben sana desem mundaq iş en mühim. Ha. Biri qarzını vaxtida qaytırış. Yani birisi yalgan söz demez. Menden sen 3200'den qarz aldın. Her qetim pul ağa vaxtında 5 gündür birime, 10 gündür birime dep alırsa. Aldığa 3 yıl oldu, kendine 2 ayını açtı. Yani muş pullarını beğenmeye durup, yani menden pul qarz olsan, hep iş ama. Ya Hazret. İş mecmari xotinning bir ko'nglini elib olay deb oldinlarga kirib dikanman. Mush xotin kishining gapini anglagan odam qozadi, sarang zodi. Qadiranka bamidi deb chiqsam, gap tugmadimi? Qadiranka, men chiqay. Ma'qul. Men chiqay Qadiranka. Bekrakın, to'xta. Men sana pul vermeymen emek. Pul degen tursa turaverdiganlar. Mening demek yo'g'idan konu qarzlaringni qaytirib etsen bo'lmamdi degani. Qadiranka, o'lmekning ustiga tepmak degandek gap qilmislar. Qarzni surishti qilib qolsak, sizlar menga qarzda o'qilalimiki? Ha? Bu qanday gap Bekrakın? Qanday gapligini keyin bilib qolalar. Ma'qul, men chiqay. Aminika. Ne etizlik berip bile. Berip bile. Asam ne çık? Ağabeyler, rastgele bir yollarımızın avval bulmaya kalmış. Yollarını kengaytmasa, kattıklaşırımızak bulmaydı ki. Yani kotandan aldığını mı azırak oңşımızak bulmaptı. Endi yastimiz adaş. Nimeli degan bilan moyime qo'tanni putkizib, qo'ylarni ichiga solib oldik. Qag'ini asta-asta bo'ladi. Bir ishni qilaman desa, qiyini bo'ldikin juma ağabeyler. Bir qancha aydan aldıda, şahsen ben bundan buluşuğa işenmegende. Olmanlık bağda hemkarlık kooperatifimizin işlerini müzakireleşken çağda birbirimizi soğuş bekli tas kaldık deymiş oldu. Bir neçe ay bula bulmay. Mal kotallan silip, koylan sulap işlerimiz ravaşıp gitti. Pulni hammamiz chiqargan bilan butun jafoga qiyin qoldim esma. Uni demaylar. Qo'tani kirib qolganda.
To'xtaxon. Isovat daftarini keling. Bu jami 520 to'yaq qo'y. Buning ichida 315i sog'liq, qolgani erkak. 70 to'yaq qo'chqova. Endi kuzlikka bu sog'liqlarni qo'chqoga qo'ysak, 315 to'yaq qo'zi tug'ildi degan gap bu. Navoda buning ichida 15i qishdan chiqolmay, ayvonmidi degandimi? 300 qo'za cho'ng bo'lsa, 300 paxlan bo'ladi. Qiymaxon. Bu qo'yni 6 oydan akagish necha kun ketdi? Berib kelish, qo'y tanlashni hisoblaganda jami 14 kun ketdi. Voy, bu 6 oyning yo'li bek uzun yo'l ekan emasmi? Uzun yo'q. Lekin qo'ylarni nahayat azam badeli bor. Yaxshi qo'yapsan. Adash. Mish qo'ylarning ham yem xesheklarigimi ishshek chiqib ketdi. Bitta qo'yni boqadigan odam raqbamsa ko'maydi. Shundoq, japa, xilban og'inglar. Qiyinchilikmi oz emas. Lekin orqamda sizlardek mening qo'llovchilarim, paycheklarim bayardi, men nimadan ansiraydi? Managa kundalik kirim ahvolini yozib qo'ydim. Managa kundalik chiqim ahvolini yozib qo'ydim. Shunga hammanglar bir qatimdan ko'rib olsanglar. Uningdan boshqa hamda sizlarga deydiganim og'inglar. Har oyning oxiri hammanglar cho'qim mush daftarlarni bir ko'rib chiqqan bo'lsanglar. Biz sana işinemiz adaş. Unda çöpey gepne bizgi demegin. Hesap kitapını bolsa jil ahırdan biraklı bizim deyişimiz. Sen hemkarlık kooperatifinin mesulü boğandan keyin sen ne mi desen biz şu bançı Muhammed. Anladın mı illa? Doğru. Hayvanı sen kılıyor. Biz işimiz sen kılıyor. Rahmet, işengen alık rahmet. Atretikini ko'rib bakayım. Atrepni göre bakayla. Asılcan bu yıl şaldın taza, malın sulandığını cuma. Kunchili chiqmasmi yaga? Chiqishlab ketdik. Qasımcan kecha kunduz etizdan kamsa, bunchalik monosul olmasak, sat tura? Bu chiqqan shalliq qarab tatgan jafolarni unutib qoldim. Akamga doim sen yetirib bayg'ulanmaysa deydi. Ben bayg'ulanmasam mayli, lekin yerdan ayrılg'im yo'q. O'ylab bakinglar, hammadan Saudiya olib kelsa, Kadir olib kelsa, yani kim kereydi? Ha? Yetiradigan odam chiqmasa, ochliq bo'lmasa, qo'saqni nima yeyman? Shundaymi ya? Doğru gep buldunlar Kasımcan. Hem adam tutabımı da yan taşıp etse, ahir bir daldan zar olana gep şu. Mana, moşunda gap qildinglar. Shunga mening yerdan ayrılg'im yo'q. Doim tirikchilikni davomlashtirmayman. Ha shu biz dehqon bo'lgandiki, yer termay nima ish qildik? Ya topgan pulni yigil olmasa. Qiziq gap qilsan-da xotin. Hey, sen to'la gapkarlashmay xaltangning og'zini ayt. Mana. Qasimjon. Ha, bekroq kelinglar. O'zingizda shal toza o'xshabdi, ha? Ha, shunday bo'ldi. Bika olsanglar birdan qarashinglar, ishimiz sal aldirashtirdi. Toz dallı koptu ha bu. Ha, kunjurning kuchi bekroqon. Bu yil yer kunjurni jiqroq to'kdi. Yo, tazim mollu sulapsizlar. Qaranglar. Ma taqalni, ma yedikse. O, kombaynda uratqaya. Ha, bu yilda toza payda og'deksizlar. Ajr qildik bekroqon, ajr qildik. Ajr qilmasak bunda usul bog'li olam deyadi. Ha? Ya yaxshi Qasmaxon, ya yaxshi. Yetdimi ya emasmi? Shunga tağalab usul aldinglar. Bekroqon, ma yerga bek ishlab ketdik.
O'zingizning qulog'ingizdagi vaqtda qanday biladigansizlar? Mening qulamdagi vaqtidami hech qanday emasdi. Ochliq tersam, ochliq chiqatdi. Termisam oq turdi. Shu talashdinglar, berdim. Manda ko'zingizni yumib gap qilsanglar bo'lmaydi, Bakraqon. Jiyani terib o'tishdan chiqolmagandan keyin anadagi menga bergansizlar, men sizdan tortib oldimmi ya? Qosimaxon, men sizni tortib oldi dedim. Ma 7 moyadan obdan usul oldinglar, da'vatime. To'li taqdim bag'dan gap qilib men elishtirmanglar, ishimni qilib qo'yinglar meniki. Voy, unda xapolmanglar Qosimaxon. Ma ya mening juma. Bakraqon, men sizga qip-qizil xalq pulimda tarak sanab qo'lingni tutqazgandim-a? U pulingni vaqo, hozir mushk aptaq chiqmaydi. Sizlar vaqo, har moyaga 200 qo'ydim pul verdinglar. Ma yerdan qanchalik usul eldinglar, satsangni qancha pul qoldi? Bir o'ylab beqinglar. Nima deb jo'ylayapsiz Bakraqon? Qo'singizda g'uminglar o'xshamam-da. G'umim yo'q Qosimjon. Sizlar 7 moyani ijara olgan vaqtingizda nima deb lafz qilgan? Bir deb beqinglar. Nima deb bad qilib kelma, deb beqinglar. Men demdimi? Ha, danglar. Sizlar 7 moyani ijara olgan vaqtingizda ochliqim o'xshab qolsa, sizni unutib qolmayman, sizni rozi qilma. Hech bo'lmaganda qishinchi yetkidek ochliq berma deganmi, demaganmi? Bir deb beqinglar. Sizning ma challanni ko'rib ko'zingni qiziryapti-da. Shundami? 3 yil oldu, Qosimaxon, 3 yil oldu. Yerimi gap qilmadim. İşimga dard ilam to'shib ketdi. Ma yerimni terib, ravrus foydalandinglar. Meni bir qatim o'ylab qo'ydinglarmi? Ha? Tov qildim Bakrika. Biz bu yan beka qoldikmi? Sen to'xtab tura o'tir. Gapini bir anglab boqay. Sening zaten maqsading nima Bakraqon? Nim bo'ladi? Lavzi bo'yicha ish qilamiz. Ha, ma shaldan menga 20 xalta bersizlar. Bo'lmasa, ma yan tatib olaman. Nima? 20 xalta? Farang oldingmi bizlar? 20 xalta chalgan qancha pul bilamsiz mana? Bijmoyadan qancha xalta chal chiqdi bilamsiz buni? Astagfirullah. Sen qo'shni deb qalayotgan baba Bakra. Men seni qo'shni deb qalayotgan baba Qosim. Astagfirullah. Seni o'kirtayotgan mush shalg'or. Astagfirullah. Nim qilgan Bakra mava seni nim qilgan? Şallağını muşundak çeşip etkidek. Zaten neymiş oldu Kasımcan? Gıpla. Neymiş oldu dada? Pul verip kalkma yerin terganın cezası şu. Bekrako, sen çeşip ettin mi? Qadranka, sizlar anglab qo'ysizlar. Endi bu yerni sizlarga bermayman. To'xtamni yetitimi? Nim boldun Bekri? Bugün şuncha çeşilip etkidek zaten neymiş oldu? Qayaz pulu birip durmağaçka, şundak kıldın mı? Sizlar anglab qo'yinglar. Men sizlar qaz emas. Sizlar menga qaz. 3 yildan beri bu yerni bekaning o'rnida terib yedinglar. Endi bu yerni sizlarga hargiz bermayman. Kıpkızı saraycan o bu. Bunlarla bunlar. Bekir'in gibi açık sıfatta. Kolum koşan adam orada zılışıp kalmayın. Sen şurada diyen bilen dada. Ya bu hoşbulacılıkla yüzlük kanını bilmese. Bacapanı biz tatsak bir kalk şalanı mı dedi tıkı? Rahmet bola. Aslana sığda. Ay nemiş kaydı Allah balam, bir minç avar opla. Tamak götürmeye kili vermekli balam. Yine xizmatdan aldırışçılık qilib pat-pat kep yo'qlab bulamdim sizni. Ranjib qolmaganlar. Ay yo'q, nemiş rencimiz jinim balam. Aldıraş tutsanlar. Dadam bo'lgan bo'lsa issiqda eg'iz tegdi. Sizlar asla Shundoq. Etigen odam o'rnidan turibla, etizliqqa bormen desa bormen deb jidal qilib, etizliq ketib oldi. uyda o'tirib toza erkibdi-da. Oy balam, hava bek isib ketdi. Issiq deb bir qon besmi o'rlab qolamdikin deb ensireydi ekanmi. Sizlar aslana issiqda. Ma'qul balam, ma'qul. Asla. Assalomu alaykum Bakrika. Bu Bakrika nima bo'ldi? Qaysarjon keldi. Assalomu alaykum acha. Va alaykum assalom balam. Keldingizmi? Eshitma acha. Ha, qachonroq kelgandingiz? Yili kelganman. Aynurachingiz o'xshto Peterman yetib ketdi. Qo'lingizni yuvib kelib, toza bir o'tirib, yeveling ay balam. Ma'qulaman, ma'qul.
Tasla bilan. Qaysarjon, bek undan balo oldu. Qiyimjon bek maqtaydan ha. May o'qish bitirib kelgan vaqtda birdam uni deb, birdam buni deb buyon to'lg'agan bolam. Endi Qayimjonga bir opdan yordamchi bo'lib qoldi. Joyini topdi degan shu. Shu. Kasafkam. Ben bir piyala çıkayım. Ha, ma'qul bolam. Eling'a bolam, eling. Dadam ko'rinmaydi. Etizliq ketdi. Akam ekibdi-da. Nima qiladi qiyriq odam etizg'i so'rab? Voy yo'q, akangiz emas bolam, o'zi ketdi. Eling. Asafkam so'p qamag'andi. Nima og'irib mantitib kelgansiz acha? Gündüz hizmetim bek aldıraş. Bugün aram bir demaptı kemme. Şu anam dadamını yoklap geley dep ütüşüm. Yaxshi bo'ldi. Rahmat bolam. Akam kooperativni ish bilan aldirash. Uyning butun japosi sizga qoldi acha. Shundoq. Qanday qilamiz Fukam endi? Qiyimjonni qo'llamsa qolmaydi. Asla sig'da, anasilimi asla. Ma'qul bolam. Ala. Bolam o'zlaring kelsa. Hozir kelman. Alay bolam. Bek o'xshabdi. Eyni vaqtda birinin gepini anlamağanğa ming bir pushayman. Ha, Bakraxo. Nima bo'lding lan? Bir asl o'ngni qo'yga o'xshamamda. Ajab pushayman, ming bir pushayman deb ketding ya. İçimga det to'shab ketib, birini izlab keldim. Kim o silni bozaq qilgan? Kim bo'ladi? Qosim degan mutam 7 oy yerimni 3 yil oldu. Bekaning o'rnini foydalanib terib yavtidi deyman. Sizlar zot nima demoqchi? Ha? Nim demoqchi edim? Yani qaytirib olib, üzem terime demoqchi. Nima? Sizlar ya termoqchimi Bakraxo? Adamni to'la qo'ldulatmay, birib ishonli qilaman uni. Vi? Üzemning yerini üzem tersem bo'lmamdi-ku? Maqaranglar Bakraxo, men sizdan so'rab baqay. Siz dehqon bo'lgan bilan ha, ya og'dirib, suv tutib, eriq o'stan chipaqmoqli qancha yil bo'ldi? Ha? O'zingni dansavroq gap qilsanglar-mikan? Men sizga deb qo'yay, ishni ko'rsanglar, beshinglar og'riydi. Xotininglarmi sizlarga o'xshash. A, yetdim oy, ya'ni termoq unda asoy ish emas-chima? Sigita to'g'ri deydi Bakraxo. Masalama yani tatib olimi demay. Eng yaxshi Qosimjon bergan pulni elib, kuningni yaxshi o'tkazinglar berib. Mana. Ta Xudoyim. Men de birini ma kentning rahbarlari olimga yetidi deb ketdim. Sizlarmi Qosim degan ko'ydigining depini chelib o'tamsizlar? Ya üzemning o'g'an ekan. Üzemning ishini üzem qilay. Men ketdim. Bakraxo, to'xtanglar. Ha? O'zingni chaqlavroq gap qilsanglar-mikan? Ha? Sizlar Qosimjondan yana tatib olib, ha? Yani ağdırdıqanğa pul yo'q, suv tutadiganğa pul yo'q, urug' soladiganğa pul yo'q deb zarlanib, ma kentga kelsanglar bo'lmaydi. Ha? Yani aqtashlab etsanglar, hassilab jarimani to'laysizlar. Ha? Eng muhimi, ras, Qosimjon bilan Bakraxoning tuzgan to'xtamning vaqt to'shmadi deyman. Yo'q, to'shmadi. Mana, vaqt to'shmabdi. To'shmadi. Shunga sizlar arz qilib da'voga tushib qolsanglar, o'zingizni ziyon tortisizlar, juma. Qarasasi gitar. Onun üstüge bu yıl muzu Qosimjonning shallari bak o'xshabdi. Tozi pul bo'larmikan? O'xshida. O'xshatgan shu Bakraxoning yeri. Shunga yani tatib olgan. Ma ishdan kenit xarada bo'lib qolsin. Men ketdim. Hey. Ha. Biz sizlarni kunda 500 kilo sut bilan ta'minlashga kafolatlik qilamiz. Bundan xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Bizning hamkorlik kooperativi inovatga, sifatga alohida ahamiyat beramiz. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, hatto to'xtamni tuzaylik. Ma'qul. Ma'qul qo'shamiz, ha? Papa, qiyg'ichi, menga bo'ldi, yo'l kang ro'g'an ekan. Ajab bir xusham ketdim shu mashinasi va qalanda aldim. Bakraxo. Voy,
Kayımcan sılımdılar. Ha, chiqqanlar mashinaga elib olay. Ya, ben bunda menep gideyim. Sizlik deydigan gap bor. Chiqqanlar mashina. Ya. Ben bana bunda azada bir git olayım. Nima qilasizlar? Sizlik deydigan gap bor deyapman. Chiqqan. Geppa mı? Ha. Nima qil? Bakraxon. Ha? Bunda o'zingni odamdan qochirib yursizlar. Kaçırmadım. Bunda bir menep bunda mangay degan shu. Qachongacha shunda hamdam xiyol bo'lib yurdigansizlar. Hozir bizga hamkorlik kooperativga odam lozim. Ishlamsizlar, haq berma. Nima ishda? Qo'tonda qo'y qaraysizlar. Oylig'inglar 3000 qo'y bo'ladi. Qo'yib qab. Patishlik qilamdi men. Bakraxon, yana 2-3 odam bor. Qo'tondagi 7-8 qo'yni chiqarmay boqsizlar. Kayımcan. Pulum var deb bağa. Adını 10 yıl azanlı qımalcıma. Meni sizlar qo'y vaqtidan ko'ratamsizlar. Mintaqa u alg'a chiqib qolmadim juma. Bakraxon, qo'y boqadigan ish uncha nomus qiladigan ish emas-da. Hozir bu ishni qilmaymiz deb talishayotganlar bor. Men endi sizlarni qo'shni bo'lgandan keyin bunda bir yulab qo'yay deyotgan gap. Ya. Men anda ishni qilib yuradigan odam emasman. Haq so'rsa qo'y yo'qotma desam. Ne at ne numus. Bir tuzluk yapalım Kayımcan. Başka iş yok mu? Bir motosiklet var şunun bilen süt yığınlamsa. Ben size ay motosikletini potuldu tap. Öyme yürümem ben. Ey Bakraxon. Qachonmi bir tuzlarsizlar? Sizin bir ayak olgandan keyin, men putqularni saqib olgandan keyin, bunda bir ishlasanglar bo'ladi. Ben işlemeymem demedim bu. Sizlar bana bunda bir yaraşqıdak iş tapmamsınız deymen. Bu ishning hech qaysini yaratmayapsizlar. Voy yaratmaganlik emas. O'zingni bilasizlar. Bizning moğa malning do'qmish tikan qapoq terakning tugi chiqsa qo'g'i. Xeyli gapimiz bo'ldi odam deyman bizniki deyman shada. Qil obro'yimiz var, biz obro'yimiz var Kayımcan. Men endi sizning qo'tonga kirib shatraq qo'yini beqish yursam, mahaq nima deydi meni? O'ylab baxmasizlarmi? Vay kile benim kile. Sırağa yoğun hoş geldiniz geldik. Vay rahmet. Assalomu alaykum dada. Ve aleykümselam bana. Qanday sizlik mi? Qatudingmi? Sizlikmi? Ha. Onam ko'rmaydi bu. Roşengül bilen bazar gitti bilen. Ha. Qosimjonmi ko'rinmaydi bu? Kasımcan etizlik çıkıp gitti. Voy Allah. Et tursa, bugun nima ish qilyapti etizga berib? Dada, men qo'yni sizlarga ekeldim. Necha vaqtdan beri ekib bermoqchi edim, aldirashlikda faqat vaqtim yetmadi. Sizlar qurbonlik qilinglar. Bu ne kıyğının bala? Bizim kurbanlık kılımızda koydum birini eğilgi solap koygan bu. Ha, bo'pti. Anda bo'lsa ikkini qilinglar. Buni baribir sizlarga atab olib keldim. Cho'ng emasmi, mehmonchi qo'lida. İnsafın rahmet bala. Koğlun rahmet. Voy dada, buning rahmat ketamdi. Üzüm şu. Men bu mush qo'shqa bilan bir jup olgan, qo'tonga solib etdim. Bo'ladi. Kile bala. Birini söp koygun ha. Erkinjon mana hayda. Haydi. Qanday bo'ldi? Amanlıqla aldыңlarmı? Nima qanday bo'ldi? Nereden sorayım ben? Qanday qilamiz?
Biz heyet ötkazmamdı. Hamma adam heyetning tayyorligini qilib bo'ldi, Bakraxon. Biz bu joyga mukilib o'tiramdik heyet ötkazma. Pet deb ketkin. Hozir bir kimning uyiga patlaydi. Hammamiz topqini tiqib yeydi. Bo'ldi. Men o'zim chiqib so'rab kiraymi? Men so'ray. To'xta. Məldə kimning uyiga kirsan kir. Lekin Manimilning uyiga kirib qolmajma. Xonimilni? Qiymakning uyiga davtman, tushundingmi? Ulan. Ete heyet namazını heyetga camiasida o'qiy deyman. Opirib kelarsanmi? Bu nimliging dada. Apamamdigan. Andaq bo'lsa, ati saharda shahar kirayli. Eyt namozini o'qib bo'lgandan keyin, tuproqlashini yo'qlab, andan keyin qurbonlikni bir yaxlit qilsaqmi, ulgurimiz taqa. Heyetga camiasida qurban heyet namazı o'qimaganimga 10 yil uxlabdi. Namazdan keyin sama ko'ramiz. Qizib ketib, sama uchib ketamsa taqa. Ashna qilaylamisa. Mening azroq ishim bor edi da. Men berib ishimni qilaveray. Atiyalik sa ko'rishaylik. Maqbul. Erkincan'ı koyak ki. Dada, bu kepsiz seni hapsalar ki? Hapsiz, hiç kep yok. Küçük ol demez mi? Aldın mı? Çoğun dadanı hapsanmay oyna ha? Makul emse. Makul. Balam, oyuncuklu buzu etmey oynan balamcım o. Ve aleykümselam. Kelişkan, kesle. Qanday qadranka tez turiblar. Teşle qamallar. Amin qachon bormidi? Yo'q, ular bozorga ketgan. Kelar vaqt bo'lib qoldi. Dasqan kesla? Bo'ldi, rahmat. Amsi men eli Amin qachon kelgandirek bir kiraman. Birer ish bilan kirganmi ya? Amin qachon deydigan muhim bir gapim botdi. Ma'qul qadranka men chiqay. Ata ta'tilab kiringlarmi? Ma'qul kirimiz. Ma'qul. Ma'qul. Hey! Yeni konusu. Şengel. Ha ana. Bo'ldi qizim. Dostqan tatıq türmlərini tizib elmən yardımlaslar. Men son chichpopli kiray. Balam ile axaqlı kəs bizni aldırdı da çaqaraq dostlar. Ma'qul. Ma özgürsünlük ödüm var. Ma tarafdaki özgürsünlük ödüm var. Bu apsız deganimiz men olayotgan bir necha yil agar bushdan mena yuradigan bo'lsa, Fransiya New Yorkdan qolmaydi bizning Qashqar shahrida. Dada. Qandaq? Ko'nglim ko'tarildimi? Kötürülüp kaldı. Pek hoş oldu. Qashqarning bu taraqqiyotga hech kimning ishonib kelmaydi. Qara, Heyetganın etrafındaki bu özgürlüklerge
bir neçe yıl içinde alem şumak özleşip gitti bana. Doğru deyse dada. Bununla hükümet bekcik meblağ saldı. Burun Qashqarga kelganlar yaqinda keladigan bo'lsa, bu taraqqiyotga qarab o'zing ko'ziga ishonmay qoladi. Shunda, ishonmaydi. Qarasda en vaqtmi qilib oldirkan. Fazil taqamning uyiga bir payt qilib qo'yib bo'lgan. Men shu gapni dey deb turganda. Ko'nglimda ketibdi menda. Shunday qilaydi. Yur. Yur, shunday qilaydi. Ya Allah, ilgari bu ko'chalar par bulup maşinimi kirinmeydi. İçidiğen suyumu kıskendik. Her ketim tağının uyup gelsem, kakşap biret. Endi qara, nemi degen yaxshi olib ketgan ha. Bu atrofdagi uylar ko'nrab, bak eskirib ketibdi ekan. Hatto o'rlib ketibdi ekan. Ko'chalar tor, zay, qorong'u. O vaqtlarda taraqqiyot degan ne turibdi o deysiz bana. Hamma odam qo'saq to'g'rishdan remidaydigan ha. Fazil taqamning uyiga kelib qoldik. Keldik. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Kadrika. Ayemleri mübarek olsun. Mübarek olsun. Fazil katiş oldu turamla, hayırlı mübarek olsun. Mübarek olsun. Vekireyle. Assalomu alaykum, Bekraxon. Bekraxon. Ulug' ayt tayamladi, manda qilishib ketmaylik juma. Uzunca hamma hava. Dada, endi do'qib biramsa, biz qo'zg'alaylik. Naqlamdaq. Jim o'tirasizlar. Qurbonlik hozir tayyorladi. Qurbonlikni go'shtni yegizmay, hargiz mang'izmaymi? Rahmet Fazılcan. Bu gapni deyishmaydi. Qaytmasak bo'lmaydi. Mayli berib, tuproqlashib chiqmas. Quvonlik qilmas. Qayimjonning ishi bek aldirash. Vallahi bizni saqlab qoldi. Bizni tutamiz. Her qaysilari pek tez kelishlar, qurbon etle birga o'tkazayli. Emraxon tugab ketib, bolalarim Urumchida tikandek yolg'iz qoldim. Har qaysini ko'rib, beshim osmonga yetgandek bo'ldi. Ko'ngillari bizga tegil bo'ldi. Bizni tutibamizlar. Biz boshqa kuni yana kelaylik. Qanda? Bu shaharda ya urug' tuqqanlar yo'q, ya bola chaqalar yo'q. Yet oyimda bek bilinib ketirgan. Menga biz desanglar ko'nglim bek yerim bo'ldi. Fazilka, amsa ishni asla. Heytni bizning uyda o'tkazaylik. Heyt tuganda men seni chiqib qo'yay. Shunday qilaylik Fazlaq. Bizning o'ygilik deyli. Siz bu yerda yolg'iz qolib, yetim surab, ko'ngillar yerim bo'lib qoladi. Bizning o'yga berib, heytni tuqqanlar ara o'tkazaylik. Rahmat Qodirka. Yet oyimda shik taqilib qolsa, sattura men bormay turay. Meyli bo'lmasa, hozircha aldiratmayli. 2 kundan keyin Qayimjonni kirgizma. Heytning oxirini bizning malda o'tkazaylik. Ma'qul. Xo'sh dada. Xo'sh. Amin. Amin. Allohu akbar. Hey Bekraxon qo'pib ketinglar. Bu aytdim shunda yotgan bormi? Qopsam nima ish qilaman? Qopsam. Bu nima ish qilma deganmi gapmi? Qulim qo'shnilar chiqib etlab kiringlar, jamoatga qo'shilib etlanglar. Men uyga yet adam kirmamda, ha?
Ya Allah, ya Allah. Ecep mi toydun bu kutuldaşlarından? Kuruk tuğda kot tıkıgan. Bana beri bak kazanı kayıta çıkıyor. Nimini kayıntım nimini? Ha? Goş olmasa nimini kayıntım ha? Kurbanlık kılıç degen ma ömrümüzde ma öyle yokuş şeydi bizning ha? Nemi demekçi? Ha? Sen nemi demekçi? Senin bek goşigin kep ketken okşamam da. Azizane diyarim var. Vay, kaçta dep makanım var.